Hamma bilgan bu flagmanning yonida, muhayyoda 4 qavatli binoda 4-qavatida 3 xonali mana shunaqangi chiroyli remont bo'lgan, sizga 3 xonali kvartira topib qo'ydim. Bitta ko'rib, video obzorini ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana kirishdan, asosiy eshikdan kirishimizga koridori o'zini yonida sanuzel bilan birga. Sanuzellar ham yaxshi holatda turibdi. Shunday kelasiz-ku, hamma sharoitlari bor. Lekin zo'rini aytaymi, bu yerda gaz, suv, svetlardan muammo sezmaysiz. Katta yo'lda bo'yida, flagmanda hamma biladi, muhayyoda, ro'parasida, pishig'ishli domda. Mana turgan joyimiz bitta zal. Zalni ham qarang, yaxshi holatda. Endi ozgina o'zingiz fokusingizga qarab, bitta moslab olasiz. Xo'p, keldik, kirishimizga mayda o'zi oshxona planirovkasini o'zgartirib, bu eshigini bu tomondan qo'yib olish ham, bu yerdan bitta detskiy o'rnida foydalansangiz bo'ladi. Bu tomonda mana balkoniga oshxonani olib chiqib olishgan. Mana aristonlari bor, gaz plitalar turibdi, xolodilniklargacha turibdi mana. Bu tomonga olib chiqsangiz, shunda 3 xona, 4 xona qilingan. U tomonni o'zingizga bitta detskiy o'rnida foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, endi mana zaldan ikkita xonaga kiramiz. Bunisi bitta spalniy qo'ysangiz bo'ladi. Bunisi ham remontlari yaxshi holatda turibdi. Abularni yopishtirilgan. Bunisi yana bitta xonasi. Buni ham remontlari yaxshi. Mana radiatorlarni qo'yilgan. Kelib, ozgina fokusingizga qarab, ozgina remont qilib olasiz, yashashni boshlaysiz. Xo'p, manzilimiz Farg'ona shaharda. Farg'ona shahar iminni aytay, Toshkentlardan telefon qilishyapti. Farg'ona shahar. Flagmanda ro'parasida pishig'ishli domda 4-qavatda, 4 qavatli binoda 4-qavatida 3 xonali 4 xona qilingan. Narxini 31500 ga baholashdi. Endi yana bitta kelib ko'ring. Sizga yoqadigan joyi bo'lsa, yana ham narxini arzon qilib tushib beradigan joyi bor.